Bugun maksimal darajada qovun tushirmaslikka harakat qilaman deb boshimga arnini tushirardim. Nimaga uni qilayotganim video davomida ko'rasizlar. Birinchi bo'lib ishimizdan shu ukladkamni enasini ko'rsatib yig'ilishdan boshladim. Chunki turganinglarda bugun letning kuxni bilan hovliga ataka qilamiz, lekin atakani birinchi bo'lib shu arni inidan boshlaymiz. Qarasam ikkitadan to'xtab qurishibdi. Kechirasiz, bosonimizga tushganda shunday buzuvdim. Butun boshli uyi boshimga quladi. Keyin mayli nastroyeniyani tushirmaymiz dedim-da, kuxnilarimni ustini bo'shatib, shunaqa ko'pirtirib yuvishni boshladim. Shkaflarni ham ustini artib oldim. Dog' bo'lgan joylari bor ekan. Gaz ustida bo'lsa shiringina sho'rva qaynayapti. Bu ovqatda dajon qilib ketgan edilar. Keyin bir chekkaga oldimda, gazni yuvmasam bo'lmaydi, dog' bo'lib ketibdi deb gazlarni ham yuvib, orada xo'jayinimlarga sevgisi qo'rqib ketdim. Ko'rdinglarmi qizlar? Shu bilan gazlarimiz ham top-toza bo'ldi. Qozonni obratni joyiga qaytarib, qopqog'ini yopib, qaynashda davom etdi. Boshqa ishlarimni qilishga tushib ketdim. Bizning uyimiz ko'chaning yuzida joylashgan bo'lganligi uchun juda ham yomon chang bo'lib ketadi. Ayniqsa qora kafelda strashni bilinadi. Hozir tepadan artama ko'rasizlar, bemalol rasm chizsanglar ham bo'ladi. Bu chang bir haftalik ham emas, qizlar, bir kunlik. Bir kundan keyin yana xuddi shu ahvolga kelib qoladi. Mayli, nima qilamiz endi? Baribir shu ishlarni qilishimiz kerak dedim-da, mana stollarimni surib, shu hovlimni sipirishni boshladim. Hatto bir haftada bir marta burchatkalarni ko'pirtirib yuvolmasam bo'lmaydi, chunki dog' bo'lib ketadi. Dog'ini bo'lsa oddiy shlankani suv bilan ketkazib bo'lmaydi. Shunaqa shotkalab yuvishim kerak bo'ladi обязательно. Burchatkaga qo'shib rakovinalarni ham ko'pirtirib yuvib tashladim. Ko'zimga ko'ringan hamma narsani yuvdim-ku o'zi. Orada shu stolbalarni ham yuvardim. Qizim bo'lsa menga hayron bo'lib qarab o'tiribdi. Keyin surgan stollarimni hammasini joy-joyiga qo'ydim-da, endiga gal shlankani ham taxlab, qilgan mehnatlaringga rozi bo'lgan dedim-da, joyiga qo'yib qo'ydim. Mana endi hamma maza qiladigan joyi top-toza bo'ldi. Endi bo'lsa sizlardan bitta like bilan podpiska kutib qolaman. Like bosishda kuni bosib tashlaylar. Keyingi reelslarda ko'rishguncha hammaga xayr.